Xo'p, do'stlar, so'rovnomamizga asosan Instagram obunachilarimiz 61% ovoz bilan G60 tanlashgan, Telegram obunachilarimiz 56% ovoz bilan BMW 7 seriyani tanlashgan. Ikkala tomonni ham xafa qilmagan holatda bitta video rolikda ikkala mashinani teng mini obzor qilishga harakat qilamiz. Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler. Ushbu mashinamiz 4 litr ob'yom, 585 ta ot kuchi. Bunaqa gulshitel ovoz va bunaqa eshik yopilishlar bilan nafaqat o'g'il bolalarni, balki qizlarni ham tushiga kirib uyqusini buzgani aniq. C'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit. G60 avtomobilimiz tarixiga qaytadigan bo'lsak, ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra harbiy maqsadlarda, yana bir ma'lumotlarga ko'ra Eron shohi uchun maxsus buyurtma asosida yaratilgan. Va eng qizig'i do'stlar, 1979-yildan beri, deyarli 45 yildan beri o'z xarakter va tashqi ko'rinishini saqlab qolgan. Navbat BMW 7 seriyaga do'stlar. Bayerische Motorenwerke. Ushbu texnikani odam mashina deyishga uyaladi, chunki eng oxirgi texnologiya, dizayn, komfort hammasi shu mashinada joy bo'lgan va bitta knopka bilan bizga mini teatr hosil bo'ladi. Orqadagi odamga qanaqa komfort bo'ladigan bo'lsa, oldida o'tirgan odamga, rul boshqargan odamga ham xuddi shunaqa komfort do'stlar. Orqa balon burilishlari, pnevm podveska, xrustal detallari yo bitta knopka bilan eshikni ochib yopilishlariga do'stlar bitta baho berib qo'yasizlar. Siz u bizga xuddi shunaqa mashinalarda yurish nasib qilsin. HM Group sog' bo'linglar.